Politsiya ushlab, sizda pozidanlik yo'q. Siz sразу nerv qilishni boshlaysiz. Aybni kimdirlardan izlaysiz. Tipa xazayin sizni udalib tashlagan. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zbekistonlik aka-ukalarim, opa-singillarim, meni musofirlarim. Sizlarga juda ham muhim xabarim bor. Получается, siz territoriya Rossiyasida legalni yuribsiz. Sizda patent bor, registratsiya bor, hammasi chotki chiki-puki. Lekin sizni politsiya ushlayapti, baza danlikda yo'qsiz. Buni sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi очередь. Da to'g'ri, siz o'zingiz bordingiz, registratsiyaga qo'ydingiz, o'zingiz yashaydigan joyga registratsiyadasiz, xazayingiz bilan bordingiz registratsiyaga bazadanlikka tiqib keldingiz, lekin politsiya ushlayapti, sizda bazadanlik yo'q. Siz sразу nerv qilishni boshlaysiz, aybni kimdirlardan izlaysiz, tipa xazayin sizni udalib tashlagan, tipa nimadirlar, lekin aybni o'zingizdan qidirmaysiz. Birinchi aybi sizni o'sha registratsiya 3 oylik qo'ydingiz. O'sha 3 oyda ichida siz 1 oydan keyin gostinsiyaga bordingiz. Tipa qizchangiz bilan, yigitingiz bilan. Sizda gostinsiya avtomatik registratsiya qiladi 1 sutkaga. Avtomatik 1 sutkaga registratsiya qilgandan keyin sizda eski 3 oylik registratsiyangiz bazadan chiqib ketadi. Siz zanovo borib qilib qo'yishingiz kerak, tushunyapsizmi? Еще второй очередь. Siz doktorga tushdingiz, qo'lingiz sindi, yiqildingiz yo nimadir bo'ldi. Doktorga borasiz, doktor ham sizni ko'rishdan oldin polni baza danlikka sizni tiqadi, shu chisloda mana shu inson mana shu yerga keldi, mana shu yerga 1 sutka bo'ldi. Mana shu narsalarni strafovkasini olinglar. Masalan, O'zbekistonga borib kelib ham yuribdi hozir o'zimizda akalar, o'zbek opalar, mana men o'zim hozir registratsiya bilan zanimatsiya qilyapman. Kelyapti yonimga, hammasi aytadi, O'zbekistonga borib keldim, mana registratsiyam hali ham turibdi. Menda hali 3 oy registratsiya bor. Yo'q, sizda hech qanaqa registratsiya yo'q. Siz kirdi chiqdi qildingiz, avtomatik siz registratsiya o'chib ketadi. Shu sababdan siz registratsiya qilganingizdan keyin обязательно iltimos sizlardan o'zlaringiz tekshirib yuringlar. Unaqa joylarga bormanglar. Borsalaringiz ham bu kun ustiga borib, обязательно yana bazaga tiqib qo'yinglar registratsiyaga. Bu oson emas, to'g'ri, lekin bu narsaga seryozni qarash kerak. Chunki biz registratsiya, baza danlik sizni politsiya ushlaydigan bo'lsa, shtraf qiladi. Shtraf strashniy emas, to'g'ri, 5000 rubl to'laysiz, hammasi joyida o'ylaysiz, lekin siz avtomatik reyestrga tushasiz. 2 marta unaqa shtraf olganingizdan keyin sizda возможность bo'lmaydi Rossiya territoriyasida qolish, yashashga, tushunyapsizmi? Siz avtomatik Rossiya territoriyasidan chiqib ketishingiz kerak edi. Hozir zakon almashgan. 3 oy emas, 9 oy siz O'zbekiston territoriyasida yurishingiz kerak. 9 oy siz O'zbekistonga borib, yashab, yo bo'lmasa qayerga bo'lsa ham 9 oy Rossiyadan chiqib ketishingiz kerak. Qaytib kelganingizdan keyin sizda hamma narsangiz chist bo'ladi, sizga zanovo hamma narsa qilsa bo'ladi.